Hammaga salom o'rtoqlar, sizlar bilan men Yanashirni. Bugun sizlar bilan yangi video traveling vlog. Videoni boshlashimizdan oldin like va podpiska bo'lishni unutmang. Nima uchun traveling vlog desangiz, bizlar boshqa viloyatdan boshqa viloyatga sayohat qilamiz. Qani bo'lmasam ketdik. Bizlar kechqurun soat 10larda qarab yo'lga chiqdik. Sizlar tonggacha kommentariyada yozib qoldiringlar, bizlar qaysi viloyatga borishimizni. Sizlar mana shunaqa ertalab tursak, shunaqa aesthetic vid, ya'ni hamma joyda qarasangiz, hamma joy tog'. Вообще zo'r. Kommentariyada agar yozgan bo'lsangiz, men уже aytaveraman. Bizlar Buxorodan Jizzax viloyatiga keldik, ya'ni Jizzax tog'lariga. Mana shunaqa chiroyli estetik vid. Esa bizlar mehmonxonamizni qidirib, tog'ni tepasiga chiqqanimizni ham bilmay qolamiz. Bizlar qarab o'tirsak, tog'larning tepasida ham qorlar bor. Keyin bizlar mehmonxonamizga yetib keldik. Mehmonxonamiz 2-qavatda edi. Bu bizlarni mehmonxonamiz, ya'ni xonamiz. Ana endi uxlab turdik, bardak. Okey. Keyin bizlar zomindagi kanatga chiqdik. Keyin bizlar kanat bilan tog'ni tepasiga chiqyapmiz. Zomidan olingan
chiroyli va estetik rasmlarni siz mana shu Telegram kanaldan topishingiz mumkin. U joyda ham obuna bo'lishni unutmang. Keyin bizlarni kanatimiz to'xtadi. Keyin bizlar kanatimizdan chiqib yangi joyga bordik. Ya'ni zonaning yangi joyiga. Va bu joy mana shunaqa. Kim bu joyning ismini bilsa kommentariyada yozsa, mana shunaqa bu joy ham chiroyli, estetik edi. Keyin bizlar bagida o'tirib Osma ko'prik tomon bordik. Osma ko'prik tomonga shunaqa odam ko'p ekanki, ochirtimiz kelishigacha bizlar xolamni qizlari bilan aylanishga chiqdik. Bu joyda ham mana shunaqa chiroyli remont borayotgan ekan. Ya'ni ta'mirlashayotgan ekanlar. Keyin bizlar Osma ko'prikka chiqdik. Uncha ham qo'rqinchli emas. Yaxshi qo'rqinchli emas. Shu joyda like bosib obuna bo'lishni unutmang. Keyin bizlar Osma ko'prikdan tushib bo'lganimizdan so'ng shashlik uzga kirdik. Bu joy ham tog'ning yonida, ya'ni Osma ko'prikning yonida qurilgan ekan. Вообще menga yo'q. Keyin bizlar mashinamizni olish uchun parkovkaga bordik.
Jizzaxda ikkinchi kun va bu bizlarni xonamiz, ya'ni 2 kunga olgan xonamiz. Mana shunaqa chiroyli kattagina. Keyin xonamizdan chiqsak, mana shunaqa vid, ya'ni tog'lar, o'tirish uchun joylar bor. Keyin bizlar oshxonaga qarab bordik. Ya'ni mehmonxonamizni o'zini oshxonasiga bordik. Keyin esa mana shunaqa nonushta qilib oldik. Nonushtamizga shu va mana shunaqa estetik vid. Kommentariyada yozib qoldiring, yana qanaqa videolar chiqarishimni. Keyin bizlar tog'ni tepasiga chiqishni xohladik. Tog'ni tepasiga chiqdik. Keyin tushish sal qiyin bo'ldi. Bu bizning mehmonxonamiz. Shu joyda videoga like bosib obuna bo'lishni unutmang. Ikkinchi kun uchun yangi joylarga bordik. Mana shunaqa ayiqchalar, keyin bizlar karting uchdik. Bu joy ham menga yoqdi. Keyin bizlar karting uchib bo'lganimizdan so'ng mana shunaqa o'yingohga kirdik. Keyin bizlar o'yingohlardan chiqib, mehmonxonamizga kelib, obedlar qilib, ikkinchi viloyatga bordik. Siz tonggacha kommentariyada yozib qoldiring, qaysi viloyat ekanligini. Bilmasam men aytaveraman, bizlar Samarqand viloyatiga yetib keldik. Samarqand viloyatida bizlar birinchi kelgan joyimiz bu Registon maydoni. Keyin bizlar mana shunaqa chiroyli muzeyga kirdik. Registondan olingan rasmlar mana shunaqa chiroyli. Keyin bizlar Samarqanddan chiqib, o'zimizning viloyatga, ya'ni Buxoroga boryapmiz. Keyin bizlar yoqilg'i quyish shoxobchasini yonidan Bounty Twix'larni shu bilan bizlarni traveling videomiz tugadi. Videoga like bosib obuna bo'lishni unutmang. Hammaga xayr.